Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar aydollarning mashhurlikdan oldin kompaniyalarda nima bo'lganligi haqida bilib olasiz. Qisqa qilib aytib o'tmoqchiman. Undan avval like bosishni. BTS. BTSda eng oxirgi e'lon qilingan a'zolardan biri bo'lgan. U deyarli yashirin treyni edi. Hype uni ataylab ommaga ko'rsatmagan. Hali uni deyarli tanimas edi. To debyuti e'lon bo'lgunga qadar. Mayli o'tkazamiz buyon. Keyingisi Blackpink Jennie. U 2010-yilda YG ya'ni ilk Entertainmentga treyni bo'lib kirgan. Ammo bir necha kompaniya unga taklif bergan. JYP va SM ham. U YGdan chiqib ketmoqchi bo'lgan, ammo ya'ni YG boshlig'i Yan Hyun Suk uni Blackpink uchun maxsus tanlaganini aytgan. Shuning uchun Jennie YG kompaniyasida qolishga qaror qilgan. Baekhyun idol treyni bo'lib debyutgacha atiga 7 oy ishlagan. Odatda idollar 4-7 yilgacha tayyorlanadi, lekin Baekhyun juda qisqa vaqt ichida tayyorlanib sir tutilgan. Muxlislar EXOga birdan kirib kelgani uchun hayron qolishgan. Taemin Shiny ilk debyut paytida maktabga yashirincha boradi. U 14 yoshda debyut qilgan, ya'ni baby idol. U o'sha paytlari mashhurlikdan qochish uchun niqob va shapka bilan maktabga borardi. U maktabdoshlariga kimligini aytmagan. Bu sir keyinchalik aytilgan. Karina Aespa. U ilgari boshqa ism bilan tanilgan edi. U Yo Jimin ismida juda mashhur bo'lgan. Lekin SM Entertainment uni sir saqlagan. Muxlislar uni debyutgacha ultra vizual sifatida ko'rishgan, ammo kompaniya uni doim kameralardan yashirib kelgan. Jungkook BTS. Big Hit'dan oldin unga 7 ta kompaniya taklif bergan. Buni qarang. JYP, Cube, Starship hammasi uni treyni sifatida olishni istagan, lekin Jungkook RM'ni ko'rib Big Hit'ga o'tgan. Bu sir keyinchalik o'zi tomonidan aytilgan. Keyingisi IU. U boshida JYP kompaniyasiga yaratilgan edi, o'tmoqchi bo'lgan, ammo bu yerda JYP kompaniya uni rad qilgan. Sababi unga sen yulduzlarga o'xshamaysan deb aytgan. Bu yillar davomida sir bo'lib kelgan, ammo keyinchalik IU o'zi intervyuda aytib o'tgan. Endi esa u Koreyada milliy xazina deb ataladi, ya'ni IU. Bugun aytmoqchi bo'lgan gapim mana shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishingizni iltimos qilaman va obuna bo'lishingizni ham, fikrlaringizni kutaman. Xayr.